8-mart deganda xayolimizga faqat gullar, bayram va tabrik keladi. Ammo bu kun faqat bayrammi? Bu kun aslida ayollarga bo'ladigan hurmat, jamiyatdagi o'rni va ularning imkoniyatini eslatadigan kun hamdir. Hozirgi kunda nafaqat qizlar qadriyatlarini davom ettirishmoqda, balki ilmda, ta'limda va turli xil sohalarda o'z o'rinlarini topishmoqda. Universitetlar esa bu imkoniyatlarning boshlang'ich nuqtasidir. Bilim ayollarning eng katta imkoniyatidir. Universitet esa qizlarga o'z salohiyatlarini oshirishda eng katta imkoniyatlarni beradi. Hozirgi kunda qizlar nafaqat o'qiydi, balki ilmiy tadqiqotlar bilan shug'ullanib, kelajak uchun o'z hissasini qo'shmoqda. Bugungi qizlar ertangi jamiyatni quradigan mutaxassislardir. Ularning ta'limi jamiyatga xizmat qilardi. Shuning uchun ayollarga hurmat, kelajakka hurmat.